Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir obunachimning iltimosiga binoan 5 yoshli qizchalar uchun lozim bichib tikishni ko'rsatib beraman. Matoni 23 sm kenglikda taklab olamiz. Sizlarga chiziqlar aniq ko'rinishi uchun matoni o'ng tomondan takladim. Lozimning uzunligini 62 sm qilib belgilab oldim. Belning aylanasini 18 sm qilib belgiladim. Beldan chotigacha 23 sm tushdim va yon aylanani 23 sm qilib belgilab oldim. Poychaning kengligini rezinkali bo'lgani uchun 16 sm qildim. Agar rezinkasiz bo'lsa 14 yoki 15 yetarli bo'ladi. Poycha bilan chotgacha bo'lgan oraliqni to'g'ri chiziq bilan tutashtirib olamiz va qaychi yordamida chiziqlar bo'ylab qirqib chiqamiz. Lozimning ikkinchi tomonini ham xuddi shu tarzda qirqib olamiz. Oson bo'lishi uchun matoni taklab olamizda, mana shu qirqilgan lozimni matoni ustiga qo'yib, mana shu o'lcham bo'yicha qirqib olsak bo'ladi. Matoni ichkari tomonini ag'darib, uzun qismini bir-biriga yopishtirib, tikib olamiz. To'g'richoqda tikib olgan joylarimizni overlock mashinasida tikib chiqamiz. Endi esa lozimning chot qismlarini ikkisini ham bir-biriga biriktirgan holda tikib chiqamiz. Chot qismini tikib olganimizdan keyin overlock mashinasida ham yurgizib oldik. Poycha qismini ham overlock qilib olib, oyog'iga yarasha rezinka qirqib olamiz va tikib chiqamiz to'g'richoqda. Bel qismini ham overlock qilib olib, bel uchun tikib olgan rezinkamizni mana shunday tikib chiqamiz. Paytimizda iloji boricha chok bilan rezinkani bostirib qo'yamiz. Mana shunda kiygan paytida noqulaylik tug'dirib, buralib ketmaydi rezinkasi. Mana tayyor bo'ldi. Bu videoyim ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Kanalimda yangilar uchun eslatib o'taman. Kanalimga obuna bo'ling va keyingi videolardan xabardor bo'lib turish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang.